xuddiki biz haligi tekin tomoqqa o'xshab qoldik-da xalq nazdida. Lekin Yulduz Usmonova kelayotgan ekan, o'tiringlar desa, xalq kutadi. Bu uyat, bu sharmandagarchilik. San'atkor faqat kiygan ko'ylagi bilan, kiygan shtonini maqtangan bilan u artist bo'lib qolmaydi. Modadan qolgan san'atkorlar umuman aralashmasin bu temaga. Mani uyimda yashagan san'atkorlar. O'zida yo'q madaniyatni san'atkor kimdan so'raydi? Xalqdan so'raydi. Bir-birimizga agar biz o'sha madaniyatli ish qilmasak, ertaga xalq ustingdan bosib o'tadi. Do'lona, do'lona, do'lonalar, do'lonalar tagidan janonalar. Dilfuza Ismoilovani Urvini qatta, masalan. Endi meniki mayli, parodist, o'zim yo'nalishimda nomer 1dirman. 100 ta 1000 ta qo'shiq chiqarib ham eshigidan ko'chaga chiqmagan san'atkorlar. To'y uchun. Ertaga ko'zingni siydigini oqizib kelsang, hozirdan javobim senga. Xayr. Assalomu alaykum Rustamxo'ja aka. Mana oxirgi oylarda, balki oxirgi yilda sizni doim, masalan, oxirgi yilgacha bo'lgan muddatda parodiyangiz bilan ko'proq bir muhokama qilingan bo'lsa, intervyular, endi bu safargi intervyuda menimcha sizni yangi yo'nalishda degan bo'ladi. Shu musiqa olamidagi yangiliklar, u yerdagi gap so'zlar, u yerdagi yangi o'zingizni o'rningiz haqida gaplashsak yaxshi bo'lardi. Kiriboq, chunki nimaga sizni ko'proq Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda asosan qo'shiq aytish bilan sahnalarda ko'proq ko'ryapmiz. O'shin bilan bir yangilik bilan kirib kelsak, ozgina o'zingiz shu bilan boshlab bersangiz, keyin davom etamiz. Assalomu alaykum. Bizlarning kuzatuvchilarimiz, o'zbek xalqi, nima deydi? Kirib kelayotgan 9-may xotira kuni, shifokorlar kuni bilan barcha yurtdoshlarimiz tabriklayman. Shu o'rinda to'g'ri aytdingiz. Yangiliklar oxirgi 2026-yil bir omadli yil bo'lib boshlandi men uchun. O'zi 2025da oxirida o'sha Do'lona degan qo'shig'imizni chiqardik. Undan keyin Simro'mol bo'ldi. Shu bilan yil yakunlanib 26-yilda nima yozar ekanmiz, nima xalqimizga yaxshi qo'shiq taqdim qilar ekanmiz dedik. Lekin mana ketma-ket qo'shiqlarni uzilayotgani yo'q. Shu parodiyani qanaqa nolda boshlagan bo'lsam, bu ijodni ham xuddi shunaqa nolda boshlayapman. Natijasi yomon emas. Demak, vaqti kelib balki parodiyani ham to'xtatishingiz mumkin, to'g'rimi? No, endi nima deydi? Yosh o'tyapti, albatta, lekin talab bo'lgan joyda albatta talab so'ngunga qadar hali ijoddamiz. Bizda ham, xudo xolasa. Ko'pchilik o'ylashganda parodiyada ko'p tanqidlarga uchragan Rustamxo'ja, agar balki qo'shiqchilik san'atida shu muvaffaqiyatga erishyapsiz, o'tib ketsa kerak, to'xtatsa kerak, bo'ldi deb aytishganda-da ko'p ko'raman. Siz endi bir chiroyligina ovozlaringiz bor ekan, bo'ldi qo'shiq ayting, qo'ying, nima qilasiz deydigan odamlar ko'payib ketdi. Kommentariyangizni ko'ryapman-da. Nimani his qilasiz shunaqa kommentariyalarni o'qib? Bilmasam, hech o'ylab ko'rmagan ekanman bunaqa savollarni. Chunki u odamlar endi xalqqa nima haligi yangi narsa chiqsa qiziq bo'ladi. Parodiya ham chiqqan paytda qanchalik qiziq bo'lgani kabi negativ ham ko'p bo'lgan paytda. Hozir deyarli negativlar yo'q o'sha. Tushundi xalq san'at nimaligini, это искусство va kultura degan narsani hammasini tushunib boryapti xalqim. Tushunadi, endi o'quv kerak ozgina. Uning uchun biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Endi parodiyani boshida chiqqanimda menga Sherzodbin degan bo'lardi-yu. Ana shu Sherzodbin keyin Sayyod bilan o'tirib bir ko'rsatuv qilishganda chiqib ancha haligi tortishuvlar bo'lgan u haligi ko'rsatuvda. O'sha yerda gap aytdi menga. Parodiya dunyodagi eng qisqa umr ko'radigan san'at turi, yo'nalishi. Uzog'i 3 yilda xayrlashasan degan edi. Mana 19 yil bo'ldi. Parodiyani ichida yashayotganimga, ijod qilayotganimga. Men bitta narsani his qildim. Men o'shanda qo'rqqanman. Nahotki bu san'at turi nima uchun 3 yil yashash kerak? Nima uchun bu qisqa yashash kerak? Agar qo'lingda imkon bo'lsa, kuch bo'lsa, nima uchun uzoq yashatmasligimiz kerak degan fikrlar ham bor. Bo'lgan o'sha paytda va men o'yladimki, o'sha paytda menga savol berishgan edi. Siz qachon parodiyadan ketasiz deganda, men aytdim. Men qachonki cho'qqini zabt etishim kerak. Hech qaysi Jamalungni cho'qqisi masalan eng yuqori cho'qqi bo'lsa, o'sha cho'qqini zabt
aytaman demagan alpinist bo'lmasa kerak menimcha. U alpinist ham hisoblanmaydi agar orzu o'sha bo'lmasa. Mani niyatlarim yuksak. Xudo xolasa hali Xalqlar do'stligi saroyida konsertlar, shoular berish niyatlarim bor. Ungacha san'atdan ketish niyatim bo'lmagan va xayolim bir chetiga ham kelmagan u narsa. Va uddaladik. Parodiya yo'nalishida demoqchimanki, imzoni qo'ydim. Menimcha o'sha 18 yil ichida chiqsa chiqardi zo'ri. Demakki hali yo'q. O'sha bittaligicha qoldi. Endi bo'lgan oldin ham boshqa hamkasblar, o'sha parodistlar bo'lgan. Deyarli yo'q bo'lib ketdi. Ko'p o'zini o'zi sindirdi. Endi bu yo'nalishga ham o'tayotganim, chunki san'atkor serqirra bo'lishi kerak. Aslida va mana shu yo'nalishda ham qo'shiqlarim yomon chiqqani yo'q. Va bitta narsani aytmoqchimanki, yaqinda bitta davrda o'tirganimizda bitta gap aytib qolishdi. Xursand bo'ling. Haligi Do'lona qo'shig'ini eshitdingizmi? Qozog'istonda aranjirovka qilib aytib yurishibdi. Men o'shanda haligi bir jahlim chiqib ketdi-da, men ularga chiqdim. Nima uchun bir og'iz aytmading, so'ramading? Men aytmadimmi? Ayt qo'shiqni. U meni yutug'im. Meni qo'shig'im o'zga tilda aytilsa. Lekin hurmat degan narsa bor. Avtordan bir og'iz o'tiladi oldidan. Men aytmadimmi, men qo'shiq qizg'anmayman, lekin qo'shiqni aranjirovka qilib, yana tagiga yozib qo'yibdi. Это наши новые песни, наши друзья bir narsa deb yozib qo'ygan. Keyin men aytdim, это не наши этот песни dedim. Bu meni qo'shig'im. Sen aranjirovka qilishdan oldin so'rash kerak bir og'iz. O'zini musiqasiga aytsang, men qo'limni ko'taraman, gap yo'q. Lekin sen o'zingni qo'shig'ingni qilganday uni aranjirovka qilishga men ruxsat berganim yo'q dedim. Hatto sen atmetka qilmagansan. Bu qo'shiq palonchiniki deb. Muallifni ko'rsatilmagan-a? Deganimdan keyin bittasi aytdi, "Qo'y, talashib nima qilasan? Hech qaysi san'atkorni birinchi qo'shig'ini o'zida bunaqa ommalashmagan qo'shiq. Xursand bo'l, chet ellik odamlari qo'shig'ingni ijro qilyapti. Endi O'zbekiston gapirmasa ham bo'ladi. Vodiy, Qashqadaryo rosa qo'shiq aylandi. Hamma san'atkorlar aytib yuribdi. Men xursandman. Keyin men aytdim, "Нет. Уважение. San'atkormiz. Biz madaniyat xodimlarimiz. Bir-birimizga agar biz o'sha madaniyatli ish qilmasak, ertaga xalq ustingdan bosib o'tadi. O'rgatish kerak buni. O'zida yo'q madaniyatni san'atkor kimdan so'raydi? Xalqdan so'raydi. Avval o'zing o'sha narsaga ronkada bo'l." Shu. Mana qo'shiqchilikka kirganingizdan so'ng, qo'shiq aytganingizdan so'ng ilk qo'shiqlaringiz va hattoki undan so'ng aytilganlari ham ko'plab ko'rilyapti, odamlar qulog'iga tez o'rnashyapti-da. Bu shu paytgacha taniqli bo'lganingizdanmi yoki haqiqatdan ham siz o'zingizni o'rningizni topa olib, hit qo'shiqlar ayta olganingizdanmi? To'g'ri, qo'shiqlarni eshitsak maza qilamiz, zo'r, aranjirovkasi zo'r, lekin ba'zi shunaqa qo'shiqlar bor, zo'r aytilgan, lekin PR degan narsa bor. O'sha narsa bo'lmagani sabab qolib ketadi-da. Siz demak, o'zingizni oldingi ishlaringiz sabab ham ancha bu sohada muvaffaqiyatga erishyapman deb o'ylaysizmi demoqchiman? Albatta. Men o'shanda yosh edik, hali parodiyaga endi kirib kelgan paytimda, xudo xolasa qo'shiq ham aytamiz. Undan oldin ham aytganman, o'sha parodiyaga kirishdan oldin ham boshida ikkita uchta qo'shiq aytganman. U qo'shiqni birinchidan menga plagiat qo'shiq sotishgan, aldab sotishgan. Juda haligi aferistlari ko'p show biznesda ichida. Yangi chiqqan odamni ko'tarilishni xohlashmaydimi? Eli pulini sug'urishga harakat qilishadimi? Yemagan qo'shiqlarni bergan. U paytda juda yosh bo'lganman. Va o'shaga o'ralashib qolib, men qo'shiq tanlashni bilmaganman. Hozir mana bu tanlangan qo'shiqlarni ichidan qidiraman, haligi bir dunyo qo'shiqlar, she'rlarni ichidan qidirib yuragim jiz qilgan narsani tanlayman. Hozir aranjirovka qilayotgan ukamiz Iskandar degan bola qiladi. Hozir boshqa san'atkorlarga qilgan qo'shig'ini ham men bilan maslahatlashadigan bo'lgan. Nimaga? Chunki boraman, tepasida o'tiraman. U meni yaratayotgan qo'shig'im. Men o'zing qilaver deb keta olmayman.
balki shuning uchun yaxshi chiqayotgandir qo'shiqlar. Aranjirovkasi, uni har bitta musiqiy soz ichiga tiqiladi. Masalan, sizni didingiz bilan mani dedim to'g'ri kelmaydi. Men sizga ishonib bor ber desam, siz o'zingizni didingizga moslab olib kelasiz. Va shuning uchun shu nuqtai nazarda men borib tepasida o'tirib, kechasi yarim tonggacha o'tirib so'zlarini o'zgartiradigan joylari kelib qoladi bir xilda. Sanog'i tushmay qolishi bor, boshqasi bor. O'sha yerda o'tirib yozib, o'sha yerda aranjirovka bitgungacha tepasida o'tiraman. Balki shuning uchun qo'shiq yaxshi chiqayotgandir. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi, albatta parodiyachi sifatida meni parodiya sifatida xalqimiz yaxshi tanisa, balki uni ham qaysidir ma'noda vesi bordir deb o'ylayman. Lekin uchinchi tarafi ham bor. Oxirgi paytdagi hamma deyarli ko'p qo'shiqlaringizdagi sizni duetdoshingiz Dilfuza Ismoilova bo'lyaptilar. Uning yuzidan foydalanyapti deyotganlar ham kam emas. Shunga qanaqa fikr bildirasiz? Bilasizmi, men birinchi duet aytish niyatim boshida yo'q edi. Do'lona qo'shig'i, bilasizmi, umuman boshqa odam uchun yozilgandi u qo'shiq aslida. U shoir do'stim shu qo'shiqni birlagat qil shu san'atkorga deganda berganimda men o't o'lanlar haqida qo'shiq aytmayman degan. Aytmasang aytma dedim. Keyin men qanaqa qilib aytsam ekan buni hozir qo'shig'ingni olmadi desam ko'ngliga og'ir bor. Endi shoir xalqi bilasizku, sal nozik tabiat bo'ladi, haligi qalbi nozik bo'ladi, tez sinib qolmasin deb bir kecha aytmadim bu gapni ungada. Ertalab turib balkondan oynani tagidan qarab, ko'chaga qarab tursam, qulog'imda yangrayapti haligi qo'shiq, aylanyapti. Do'lona, do'lona, do'lonalar, do'lonalar tagidan janonalar aylanyapti-da. Ya dedim, bu qo'shiq dedim, o'zimga yoqib qoldi dedim. Keyin telefon qildimda, o'rtoq dedim, shu qo'shiqni dedim, menga bersang, men aytmoqchiman shu qo'shiqni. Ularga yoqmadi dedim. Bir 4-5 ta san'atkorga ko'rsatilgan qo'shiq. Menda ekanda nasibasi, rizqim demak menda ekan u qo'shiqni nasibasi. Keyin u qo'shiqni men aranjirovkaga berdim. Tepasida o'tirdimda, qanaqa qilib beray Rustam aka dedi. Manaqa qil, boshi manaqa bo'lsin dedim. U boshidagi intro kiradigan joyidagi musiqasi rahmatli Dilshod aka uchun yozilgan. Dizayndagi Dilshod aka uchun. Dilshod aka chunki klipda o'ynab beraman deganlar edi. O'sha men ko'z ostimga tepalikdan pompaloq endi Dilshod aka rahmatli pompaloq bo'lgan, tepadan tuk qilib tushib kelish ko'z oldimga kelib, o'sha musiqa yozilgan u yerda. Keyin nimadir yetishmayapti-da haligi joyda-da. Keyin duet qilsak qanday bo'lar ekan dedik. Keyin aranjirovchiga aytdiki, zo'r bo'ladi Rustam aka, kim biladi lekin dedi. Xarakter, qo'shiqqa xarakter ham tushish kerak edi baribir. Sirazi Dilfuza ham hayolimga keldi. Ena deyman-ku endi. Telefon qildim. Ena dedim, bir qo'shiq bor. Men bilan duet aytasizmi dedim. Ming istihola bilan aytdim. Chunki Dilfuza Ismoilovani urvini qatta, masalan. Endi meniki mayli, parodist, o'zim yo'nalishimda nomer 1dirman. Lekin qo'shiqchilik borasida hali men nolman-da. Uncha san'atkor qo'rqadi. Noldagi san'atkor bilan duet aytishga. Chunki reputatsiyasi bor, boshqasi bor. Keyin eshitib ko'ray dedilar. Tashadim. Demo versiyasi. Hali musiqa ham yo'q. Prosta og'izda aytilgan narsani tashadim. 5 minutdan o'tmay qaytib chiqib, Rustam xarakterimga tushdi qo'shiq. Bos aytaman dedilar. Shu bilan birinchi duet dunyoga keldi. Ikkinchi duet opajon degan. Jon, 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 opajon. Yondirasiz hozir ham olovsiz hamon. Jon, 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 Rustamjon. Beg'ubor yoshligim, sog'indim yomon. Bu qo'shiqni men padarka qildim Dilfuza opamga. Yaxshi ko'rib, insoniyligi, odamgarchiligini yaxshi ko'rganim uchun shu qo'shiqni aytkim keldi. Gap yo'q, ichida tarixda bu, yoshlikni eslash. 3-chi yaratgan Mastona degan duetimiz, u ham ajoyib bo'ldi. U qo'shiqni o'zim aytaman deb yozdirdim. Mana shu balkonda 4,5-5 ta yozildi u qo'shiq. Shunda oldimda endi
san'atkorimiz baribir bitta eshittiramiz ustozlarga. Men Dilpiz opamga tashladim. Yana shu qo'shiqni qilmoqchiman desam, 2 minut ham o'tgani yo'q. Sirach, agar bu qo'shiqni men bilan duet qilmasang, qara, kallang ishlamas ekan deb aytaman sana. Menga yoqdi, men bilan duet qilasan dedilar. Milliy yo'nalish ichida qo'shganman uni. 7 ta usul bor ichida u qo'shiqni. Gibrid. Shunaqa qilib Mastona yaraldi. Hozir endi Xudo xolasa mana endi qo'shiqlar ommalashib, xalqning ichiga kirishni boshlagandan keyin kecha yurak yutib Molda Asalxo'jayevaga taklif bilan chiqdim. Opa, aytasiz men bilan duet desam? Aytaman siz bilan dedi. Molda opa. Shu bilan endi mana ijodlar, yangiliklar shu. Tushunarli. Sizni shunda to'yga taklif qilayotganda yoki ba'zilar taklif qilayotganda qo'shig'ingiz uchun ham taklif qilayotganlar bo'lyaptimi endi? Bo'lyapti. No baribir hali asosiy qarov parodiyaga. Chunki xalqqa ana shu bilan singib qolganmizda endi baribir. Hozir mana to'ylarda, boshqa узкий kruglarda do'lona uchun chaqirishayotganligi bor. Mana Qozog'istonga borib keldik do'lona qo'shiq bilan. Dilpiz opam bilan ikkalamiz o'sha qo'shiq uchun chaqirgan joyi bo'ldi. Endi bu qo'shiqlarimiz sekin-sekin endi tashlab berish kerak. Mana chiqardik, 6 ta qo'shiq ketma-ket yaraldi, tashladik xalqqa. Ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi payt faolsiz, u yerdagi yangiliklarni ham ko'rayotgandirsiz. Qaysi yangilik oxirgi paytdagi, shou biznes yangiligidagi oxirgi paytdagi holat sizni e'tiboringizga tushdi va tortdi? Aytaymi? Soliq to'g'risidagi anaqaga men o'zim ham fikr bildirib chiqdim internetda. Chunki bildirishimiz shart edi, bu masalaga kirishishimiz shart edi va bu narsaga fikr bildirib chiqdim. Nimaga deng? Masalan, hozir shu topda buni ham aytib ketaylik. Men shunaqa xafa bo'lib ketdim odamlardan. Nimaga deng? Haligi xuddiki biz haligi tekin tomoqqa o'xshab qoldik-da, xalq nazdida. Xuddi hech narsa qilmaydigandek, faqat xalq pulini sug'urayotgan bir kazzobga o'xshatib qo'yishdi. Lekin ular hech kim san'at ichida yashamagan odam bilmaydi. Masalan, sizni uyingizda yashamagan odam sizni uyingizda nima muammoyingiz borligini bilmaydi. Tashqaridan biz chiroyli ko'rinishimiz mumkin. Qimmat kiyim kiyamiz, majburmiz olishga o'sha qimmat kiyimni ham, boshqani ham. Biz to'lamayapti degan narsa bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Keyin chiqib men fikr bildirganim har bitta to'ydan deyilyapti. Tushunyapsizmi? O'qituvchilarni to'layapti-ku, shifokorlar to'layapti-ku deyishyapti. Biz aytmayapmizki shifokorlarni har bitta oldiga kirgan bemordan sen soliq to'laysan deyilmayapti. Yo o'qituvchiga har bitta o'tgan darsi uchun, soati uchun daromad solig'i to'lanmayapti, misol uchun. Oyligidan to'laydi 12%. Nima uchun san'atkor har bitta kirgan to'ydan to'lash kerak? San'atkor kim uchun ishlash kerak? Vobsheta, misol uchun davlat bizga tekinga qo'shiq bermaydi. Yo tekinga studiyada borib yozdirmaymiz. Aranjirovchikka borib tekinga ishlatmaymiz, misol uchun. Ularga biz qatdan pul qilamiz agar har bitta narsamizdan davlatga soliq to'laydigan bo'lsak. Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu narsani san'atkorlar bilan o'tirib muhokama qilish kerak edi. Modadan qolgan san'atkorlar umuman aralashmasin bu temaga. Ishlayotgan biz hozir. Misol uchun parodiyadan men pulimni qilyapman-da, yig'yapman o'shani, tishimni kovogida yig'ib turib, borib men bu qo'shig'imga sotib olyapman. Aranjirovka sizga 300-400 dollarga bitadigan narsa emas. Kamida 2000 dollarga tushadi. She'ri, ideyasi, musiqasi, uni promasi bor, keyin aylantirishingiz bor. Bu katta summa bo'lib ketadi. Katta san'atkorlar bitta qo'shiqni 5000, 7000 dollarga bitiradi. Chunki o'ta живой ishlanadigan orkestrlar bor, misol uchun. Ozoda Nursaidova ishlatadi, Yulduz Usmonova ishlatadi masalan. Buni o'ylash kerak. San'atkor faqat kiygan ko'ylagi bilan, kiygan shtonini maqtangan bilan u artist bo'lib qolmaydi. Shunaqa san'atkorlar ham borki, 100 ta, 1000 ta qo'shiq chiqarib ham eshigidan ko'chaga chiqmagan san'atkorlar bor to'y uchun. O'sha chet-chetlarda yuraveradi. Lekin ular ketkizgan mablag'ni eshitsangiz, uyini sotgan bittasi, mashinasini sotgan, bu ham bo'lmagan. Imkonsiz. Bu yerda omad ham kerak san'atkorga. Shu bilan bir qatorda.
Lekin har bitta kirgan to'yidan bu mutlaqo bu noto'g'ri fikr deb bilaman va o'zimni fikrimni aytdim o'shanda. Endi Yulduz Usmonovani 40 yillik san'atkor. Uni mani buvim tanigan, onam tanigan, men taniyapman, mani ukam taniyapti va bizdan keyingi avlod taniyapti. Bu degani 5-6 ta avlodni ko'rib qo'ydi u san'atkor. Va men aytmoqchimanki, Yulduz Usmonova o'zini keskin fikrlari bilan, o'jar gaplari bilan, keskin fikrlari bilan har doim trendda yurgan san'atkor. Shuning uchun va albatta mazlumlar uchun bir inson sifatida siz bu internetda tarqalgan videolarni ko'ring, go'dakku ular dunyoga ne orzular bilan kelgan. Allohning yaratgan yaratig'ini nagli obrazim otib tashlashyapti. Bu любой vijdoni bor insonni haligi qiladi, bir to'lqinlantiradi. Endi o'sha paytda bu voqealarni ko'rib, urush boshlanganda Yulduz Usmonova ham o'zini keskin bayonoti bilan chiqdi o'shanda. Men opaning fikrini qo'llayman. Nimaga? Chunki ko'p san'atkorlar o'tirib hozir chaynayapti-da, eshityapmiz. Kerakmikan shu, undaqamikan. Sen o'tiraver. Yeb yemagan qo'shig'ingni tepasida uyingda xonadoshlaring bilan raqsga tushib. San'atkor, men aytayapman-ku, mana shunaqa ijtimoiy, iqtisodiy masalalarda, madaniy sohalarda faqat yutuqlarni emas, kamchiliklar bilan ham o'rtoqlashish kerak san'atkor. Hozir masalan deylik, yosh bir san'atkormi deylik, bir 10 yil bo'lgandir chiqqaniga masalan deylik, palonchi kelayotgan ekan kutib turinglar desa, hech qaysi to'yxonada kechikib qolsa kutmaydi u san'atkor. Lekin Yulduz Usmonova kelayotgan ekan o'tiringlar desa, xalq kutadi. Nimaga? Uni yomonlagan bilan, boshqa qilgan bilan xalq tan olib qo'ygan u san'atkorni. U haqiqiy nomiga yarasha primadonna u. Ne только O'zbekistonda, O'rta Osiyoda taniqli shaxs va unda gapida ves bor, kuch bor, ya'ni yuki bor. Va Yulduz Usmonovaga men respekt, opaga gap bo'lishi mumkin emas. O'zini gapi uchun oxirida turib ham berdi, javob ham bera oldi. Shaxsiy hayotingizda, do'st birodarlar bilan sizning munosabatlaringizda o'zgarishlar qanaqa? Ko'p holatlarda sizni intervyularingizni eshitganmizda, ko'p kiydirib ketishadi, ko'p aldab ketishadi. Endi siz ham javob berasiz. Endi qanaqa hozirgi holat deyapman-da. Men o'sha kulgili holat bu men uchun. Ishonasizmi, hozir shu mavzuga qayta men bosh qo'shkim kelmaydi, lekin do'st mavzusiga o'sha gap. Do'st bu juda nodir mahsulotda, u sotilmaydi yo boshqa qilmaydi. U yillar davomida qidirib topiladi-da u narsa. Endi atrofimizdagi odamlar deylik, bu juda ham bir haligi oxirgi yillarda, mana shu o'tgan yili, bu yil, mana shu 2 yil ichida shunaqa odamlarning maskasini ko'rdim. Shunaqa maskani yechishini ko'rdim. Mazza besh devordim. Men artistman deb yursam, mendan 5 battar hayotdagi artistlar bor ekanda. Ishi bitguncha, eshagi loydan o'tguncha. Men ularni it tovog'iga o'xshataman. Haligi it tovog'ini taqillasang yetib kelishadi, ko'chani iti ham qo'shilib kirib keladi, eshiging ochiq bo'lsa. Men shunaqa deb bilaman. Mana yaqinda haligi bo'ldi. Bu sevgi qo'shig'imizni premyerasini qildik restoranda. O'zi shutdan qochib bordim. Ustki quruq bir 20 tami 15 tacha odam o'tiramiz degan Dilfiz Ismoilov va o'zimiz ustki quruqda o'tiramiz deb haligi qiluvdik. Bir payt qarasam, galalashib yonimdan o'tib ketishyapti. Bashiraga qarasham yo'q. Xuddi Toshkentda boshqa restoran yo'q, o'sha yerga borib joylashishgan. Nimani isbotlamoqchi bo'lishdi masalan-da? Menga nima anaqa qilmoqchi bo'ldi? Men borsa men haligi bo'lib qolamanmi? Bir mazam qochib qoladimi? Shunaqa deb o'ylashgan. Tupizmda miya yo'q. Shular miyasini hammasini ochib tomosha qilib o'tirgim keladi. Qanaqa ekan bular miyasi, qanaqa ishlaydi? O'tirishibdi. Bet kerak. Masalan, sizga savol beraydi. Siz urushib qolgan insoningiz, mana orqangizdagi bilan urushib qoldi deylik.
u bir joyda o'tirish qilyapti. Siz borib narigi stolda o'tira olasizmi o'sha yerga? O'zingizga позволять qilasizmi shu narsani? Yo'q. Yo'q. Men ham xuddi shu. O'ldirvor, men bormayman hayotda. Va dasturxonimdan chertgan odamni qaytib dasturxonimga o'tqizish uchun u ancha mehnat qilish kerak. O'zini oqlash uchun. Hayron qolaman. 2 kun oldin yomonlab o'tirgan odamni uyga olib kirib mehmon qilishadi. Yo bo'lmasa ko'chaga olib chiqib restoran sudrab yurishadi bir-birini qo'ltiqlashib. 3-kuni yana urushib qolib yana keladi siz ularni yomonlab. 4-kuni yana siz bilan nimadir bo'ladi, urushmaysiz. Sababsiz yana ketishadi o'shalarning oldiga. Demakki bular o'sha balotani ichida yashayotgan odamlar va o'sha yerga tortar ekan. Ming haligi bitchi olib kelib menga o'tkazib qo'ysang ham o'tirib sen bilan o'rtoq bo'lishi mumkin, lekin ertaga baribir ko'chani qumser ekanda. O'sha yalangoyoqlikni, o'sha isqirtlikni, irkitlik, o'sha ko'chaga tortib ketaveradi. Shuning uchun bunaqa insonlarni hozir anchasini yo'qotib qo'ydik. Xudoga behisob shukr bo'lsin, shular dasturxonida o'tirmaganimga. O'sha kuni aytdim. Men aytaman u gapni. Qo'ying deyishdi. Yo'q, to'xtab tur dedim. Mikrofonda olganman, mikrofonda aytdim. It dasturxonda turgan tovog'ini it topib keladi ekan dedim. Iskab topib kelar ekan bir-birini dedim. Hozir men o'tirgan dasturxonga qarayapman-da. Qarayapman. Vaspitaniy, bittasi oliy toifali jurnalist, bittasi falon joyda ishlaydigan xodim, bittasi falon joyda ishlaydigan xodim, bittasi falon joyda haligi boshliq, bittasi yana nimadir qarayapmiz, bittasini xususiy klinikasi bor, endi shunaqa ko'ruvda. Bittasi san'atkor, masalan. Bundoq qarayapman sahnaga chiqib. Sami последний дешевый laklar gapiga javob bera olmaydigan, bugun san deb turib, ertasi kun san degding desa, "Yo'q, men sizlab turuvdim" deydigan gapidan tonadiganlar, sami последний haligi skryty tushundingizmi nimaligini? O'shanaqa odamlarda kuldim keyin. Alloh dedim. Bir paytlar o'sha yerda o'tirgan glavari meni do'stim bo'lgan. Meni bugun o'sha yerdan yulib olib chiqib, meni masjidga qo'yib qo'yding. Va meni qilayotgan tadbirimda bular hattoki tomoshabin bo'lib, hattoki meni dasturxonimda emas, naryoqda turib tomosha qilishyapti. Men Allohdan bir narsa so'raganman. Hali u narsaga to'liq erishdim deya olmayman. Alloh izni bilan Xudo xolasa unga erishamiz. Bilaman. Albatta bu cho'qqin zabt etaman. Parodiyaga chiqqanimda ham xuddi shu gapni aytganman. Hali men ancha ish qilaman bu yerda. Parodiya so'zini butun xalq parodiya nimaligini tushunish kerak. Men o'shani amallayman dedim. Qildim shu ishni. Va bu sohada ham shu ishni qilamiz, Xudo xolasa. Bir paytlar qo'li bilan, oyog'i bilan chertgan odamlar payti kelib qo'lini cho'zib yeta olmaydigan darajaga Alloh meni olib chiqqan deganman. Va shu narsaga yetyapmiz. Etap kelyapmiz. Va shu mikrofonda aytdimki, ular uchun, orqamda o'tirganlar uchun dedim, meni dasturxonim orzu bo'lsin dedim. Tochka bo'ldi. Bir yana muhim savol qilgan ekan boshda. Mana siz qo'shiq aytganingizda professional san'atkorlar orasidan kimdir sizni ovozingizni, sizni ishtirokingizni qo'shiqda qanaqadir bir tanqidlar bilan munosabat bildirganlar bo'ldimi san'atkorlar orasida? Balki orqa tarafdan eshitgandirsiz, balki fikrlarni qayerdandir bilib qolgandirsiz. Misol uchun bo'lmabdi, o'ziga yarashgan ish qilsin deganlar ham misol uchun bo'lishi mumkin-da har bir sohada. Siz aynan chunki bu qo'shiq aytyapsiz-da. Dushmanlaringiz ko'p bo'lgan deb o'ylayman. Oldin misol uchun parodiya sohasida boshqa narsalarda ulardan qanaqa fikrlar eshitib qoldingiz? Aynan ijodkorlar orasida demoqchiman-da. Ijodkorlar birinchi bo'lib o'sha Simromol degan qo'shiq Do'lanadan keyin Simromol degan qo'shiqni chiqarganimda o'sha Mavlud Asalxo'jayeva, Sayyora Qoziyeva, Umida Mirhamidova, Dilfuza Ismoilovalar bilan o'tirdik. Keyin o'zi ijod ahliga yangilik bo'ldi bu. Deb. Chunki meni haqiqiy ovozimda qo'shiq aytganimni hech kim eshitmagan. Va shu uchun ham deyarli fikrlar har xil bo'lishi mumkin-da. O'shuncha so'rayapman bu savolda. Bo'lishi mumkin, lekin menga hech negativ fikr kelmadi shu kungacha, chunki qo'shiqni baribir Yulduz ta'limini olganmiz-da. Ko'rib o'rganganmiz mehnatini, ishini, qanaqa tepasida o'tiradi,
qanaqa qo'shiqni so'zlariga e'tiborli va har bir tanlagan qo'shiqlarimni bir eshitib chiqing siz ham vaqtingiz bo'lganda, so'zlariga alohida e'tibor bilan. Nozik, juda ham nozik tanlangan. Ajbuji degan narsa yo'q. Ya'ni demoqchimanki, bu qo'shiqni eshitib odam ruh oladi baribir. Chunki oxirgi paytlarda mana sun'iy intellekt bo'lib ketdi, hamma joy haligi yo'q odam eshitishyapti odamlar ham. Tushunyapsizmi? Qanchalik darajaga kelib qoldik. San'atkorlar to'g'ri ijod qilmagandan keyin ularning ham ijodini sun'iy intellekt qilyapti hozir. Shu savolim bor edi, ya'ni oxirgi paytda haqiqatan ham sun'iy intellekt etilgan qo'shiq qancha mashhurlashdi, hattoki men ko'rdim bir hafta ichida 20 million ko'rilgan. Ommalashgan, ko'chalarda mashinalar eshitib ketishyapti-da, hattoki ma'no mazmuni yo'q, lekin ohang, aranjirovka bir boshqacha bo'lgani uchun menimcha eshitib ketishyapti deb o'ylayapman. Bu yutqazishmi haqiqiy bir san'atkorlar uchun yoki bo'lmasam yutishmi? Chunki mana farq degan narsa bo'ladi. Ertaga sun'iy intellekt egallashi bor, bir hammasi kasbni egallayapti-ku. To'g'rimi? Masalan, aktrisalikni boshqa sohani. Shuning uchun bu sun'iy intellektda qo'shiq aytilishi, rivojlanishi mana boshidan shu muvaffaqiyat keldi. Bu kimlarningdir quritar balki cho'ntagini degan ma'noda. Fikringiz qanaqa shunga? Sun'iy intellekt davrida yashayapmiz o'zi tegi. Lekin aytaman, mana boshqa davlatlar to'g'ri foydalanyapti sun'iy intellektdan. Sun'iy intellektni ishlatyapti o'zini ijodi uchun yo o'zini mehnati uchun. U xoh professor bo'lsin, boshqa bo'lsin. Biznikilar har doim haligi o'zbekka bir narsa gapirma deydi. Ortig'i bilan haligi qilib tashlaydi. Biz shu darajada gangib qoldikki san'atkorlar qanaqa qilib ishlatishni bilmayapti. Bitta qo'shiq, masalan deylik, mana G'aybullaning qo'shig'i yoki Rashid Xalikov qo'shiq masalan yoqdi, uni ijro qilish uchun bir hafta tayyorgarlik bo'lardi. So'ziga qarab turib, musiqasini eshitib, xirgoya qilib borilardi anaqaga, studiyaga. U studiyada 4 soatlab haligi qo'shiqni yozilardi. Bitta qo'shiq yaratish uchun. Endi qarang. Yutqizish qayerda? Birinchidan aranjirovщикka ish ham qolmadi, zvuk operatorga, ovoz yozadiganga. Chunki pulini beryapti, ovozini klon qilyapti. Любой san'atkorning qo'shig'ini masalan 10 ta deylik, 20 minutda 10 ta qo'shiq tayyor. Minus musiqalar hattoki. Hatto minus musiqalar. Sifat bilan yana minusini ajratib beryapti. Oldin bitta minus topish uchun biz haligi mini disk ko'tarib, u anaqada turardik eshigini tagida, o'chirib kutib. Mini diskda yozilardi u narsalar. Tushunyapsizmi? Bu yerda juda katta narsalar bor. Sun'iy intellektni ishlatishni bilmayapmiz. Xatomiz shu yerda. Hali qarab turing, sun'iy intellekt yo'q san'atkorni yasaydi. Shuni aytayapman men, shu haqida deb. Hali o'sha san'atkorga fanat ham topiladi. Chunki ma'bad bo'lmagandan keyin, ishlamagandan keyin sun'iy intellekt qul qiladi o'ziga. Qiladi. Mana shunaqa holatga kelyapmiz. Bunda kim aybdor? San'atkorlar aybdor. Nima uchun? Ustoz san'atkorlar shogird chiqarmay qo'ydi. Eshigini taqillatib boring bitta san'atkorni. Itday qopib chiqaradi sizni. Menga shogird kerak emas deb. Shogird ustozi oldiga bormay qo'ydi. Hozir bitta ustoz bitta bolaga bir narsa deb qo'ysin, butun avlod ajdod lashkari bilan yetib kelib, o'sha ustozni sharmanda qilib, urib, tepib, men guvoh bo'lganman shu narsalarga. Haligi o'qlov ko'tarib kelib, urushgan ko'zim olti ma'naviyat bo'yicha zam direktorda. Bu paytda men ham ishlardim litseyda. Aytmoqchimanki, yoshlar ustozga haligi qilmay qo'ydi. Ustozlar yoshlarga yo'l bermay qo'ydi. Mana shuni ketidan bo'lyapti ko'p narsa. Haqiqiy shogirdni yetishtirish oson emas. 100 ta shogird ichidan bitta yo ikkitasi chiqadi. Bo'ladigani. Qolgani keladi, tepiladi, ketaveradi. U yo'lma-yo'l tushib qolaveradi. Yulduz opa ham aytdi-ku, yonimga kelib, men aytishim mumkin, oyoq kiyimini bu hurmating yerga tushib qolmaydi. Oyoq kiyimini boylardik. Kiyimini to'g'rilab qo'yardik. Men haligacha Dilpiz opamni mashtim og'riyapti desa, borib masaj qilaman orqasi mana shu bo'ynlarini. Men o'g'lidek gapman, masalan. Lekin bu ustoz.
Tushuntira oldimmi bu narsani? Tushundim. Shu nuqtai nazardan yaxshi ijod namunalari chiqmayotganligi uchun mana Yulduz Usmonova aytdi-ku, ChatGPTga ham she'r yozib kelishyapti. Bu uyat, bu sharmandagarchilik. ChatGPT senga she'r yozish uchun emas, u yerda sen bilim olishing uchun yaratildi u narsa. Masalan, men bu narsani to'liq bu haqda qatdan chiqqan, nima qilgan bilishim uchun menga ChatGPT kerak. Zamon talabi bu, misol uchun. Lekin uni chiqqani hech kimga qiziq emas. Boshqa narsalar so'ralyapti bundan. Tushuntira oldimmi? Mana shuning uchun bu bizning eng katta minusimiz. Ko'p san'atkor bilan do'st bo'ldim, ulpat bo'ldim va bitta narsani bildim. San'atkorlar bilan ustoz shogird bo'lish mumkin ekan, o'rtoq bo'lish mumkin ekan, lekin chegarasi bilan. Dal shu bo'lish qiladigan bo'lsangiz, chichib ketar ekan ustingizga. 10 yil san'atni tark etib, Turkiyada yashab, keyin qaytib kelib, kelgan paytda birinchi qo'lidan ushlab, o'sha Do'lona klipida ko'rdingiz, o'sha yerda borganda, men olib chiqdim shu san'atkorni. Deyarli hali hech qayerda yo'q edi bu san'atkor. Olib chiqdim, necha marta premyer efirlar qilib, mana Toshkentga keldi, ijod qilinglar, birga ishlanglar deb tavsiyalar qildik. Qo'lidan ushlab, sen o'tirma, to'yga ham chiqqin, harna pul bo'ladi. Bitta kelin salom o'tkazsang ham, boshqa bo'lsang ham, qancha benzin puling chiqib turadi deb yetaklab olib yurdim shuni. Даже o'zimni mashinamni qo'yib, mashinasini chaqirtirib, shu ayolga pul bo'lsin deb, vijdoni bo'lsa aytsin shuni. Yonimdan pul to'lab, to'yga olib borib kelgin deb men bu insonni qo'lladim. Oxirida nima bo'ldi? Muttahamga aylandim. Men ertaga olib chiqadigan bo'lsam, mana shuncha mavzu bor. Litr bo'lib oqayotdi shaltog'i. Lekin odam avvalo ayolligini his qilish kerak va san'atkorligini. Mana u til hammada bor. Sanam sizdan bitta tildan chiqadi. Allohga kifoya. Ertaga ko'zingni siydigini oqizib kelsang, hozirdan javobim senga. Xayr dedim. Mani uyimda yashagan san'atkorlar bor. Hozir atpiska bo'lib ketganmandan, sababini o'zim ham tushunmayman. Urushmaganman, talashmaganman. Uyimda kelib yashagan. Uydagilar bilan urushib qolsa, tep borishgan, ko'chada qolib, boradigan joyi yo'q, qiladigan ishi yo'q, meni eshigim tagiga kelib, men mehribon onaganga bo'lib, bag'rimni ochib, yedirib, ichirib, hozir qayerdadir tadbirda ko'rishib qolsak, voy deb quchoqlab ko'rishadi-da. Voy, seni atpiska qilib yuborib, mana bilmasdan deydi-da, joyida podpiska tashiydi. O'tdan chiqib uyimga kelgunimcha atpiska qilib yuboradi. Qanaqa u? Tushunyapsizmi? Kulgili holatda bu. Men qabul qila olmayman. Masalan, mana shunaqa narsalardan g'azabim qo'ziydi. Qaytib shu insonga ishonasizmi? Lekin ketkizgan vaqtingiz bilan u bir kosa ovqatga ming roziman. U kuchukka ham beramiz ovqatni. Lekin san mehringni, qadringni mana shunaqa qilib o'yinchoq qilgan insonlardan siz ertaga nima kutasiz? Shuning uchun san'atkor yakka yurish kerak ekan. Haligi yolg'iz bo'ri iz qoldirmay yuradi deydi-ku. Xuddi shunaqa bo'lish kerak ekan. Men ustozlardan shuni o'rganganman. Chunki beti bilan ko'ti bitta. Kecha yomonlab o'tirgan odam bilan bugun og'iz burun o'pishadi-da, o'tdan chiqib senga telefon qiladi. Menga nima kerak uni g'ibati? Yaqinda bitta kino ko'rib qoldim-da. O'sha kinoda, bu tarixiy kino. O'sha kinoda haligi bazm bo'lyapti Shoh saroyida. Deb boshqa davlatni anonsi, delegatsiyasi endi kelgan, o'tirishibdi, ovqat olib kelishdi. O'sha joyda ovqatni oling qilishuvdi. Xudo qilib yonidan bitta xaltachada narsa chiqardi-da, tuz ekan. Tuzni olib sepdi yoniga. Deganda qirol bundoq qarab o'tirib, nimaga unaqa ish qilyapsan? Tuzi pas ekanmi? Deganda, yo'q dedi. Sani qo'ygan dasturxoningdagi ovqatga meni tuzim qo'shildi dedi. Uyimni tuzi qo'shildi dedi. Ertaga sen men yedirganman deb minnat qilmasliging uchun dedi. Falsafada ko'ryapsizmi? Mana kinolarimiz ham ahvol chiqar shunaqa kinolarni. Agar filosofiya masalan, falsafiy kinolar, majoziy ma'nodagi odamni o'ylantiradigan.
televizor ochasan, qaynona kelin urushgan, balo battar, ko'ngling ayniydi-da. Sun'iy intellekt hamma klipmekerlarga ham yaqinda ish qolmaydi, ishonavering. Mana o'sha boshlandi. Sun'iy intellektda klip olish. Birinchi haligi Dilfuza Ismoilova oldi, keyin nima edi, Yulduz Turdiyeva masalan oldi. Tushunyapsizmi? Shu zo'r chiqqan. Mana Turkiyada Bülent Ersoy oldi, sun'iy intellektda klipini ko'rdim, zo'r chiqqan. Izlanish bo'lmagandan keyin, mehnat bo'lmagandan keyin albatta kim nimadir texnika bajaradi shu ish. Oldin televizorda burardik. Kanaldan kanalga olish uchun. Mana hozir pult. Ertaga bu pult ham yo'qoladi-da, og'zingizda gapirib o'tkazasiz. Boshqa kanalga ol desang, hozir deb o'tkazib beradi. Alisa chiqdi. Xohlagan, oldin radioda qidirardik. Qilib. Hozir Alisadan xohlagan qo'shig'ingni so'rab qo'yib beradi. Xohlagan ma'lumotni so'rab yoritib beradi. Chunki odamlar mehnatdan tiyilib qoldi. Kitobdan tiyildi. Kitob deyarli hech kim o'qimayapti. San'atkorlar bor, bitta o'rtog'ini to'yiga borib, tabrik ayta olmaydigan san'atkorlar. Mashhur. O'zim yaxshi ko'raman u san'atkorni. Lekin gapga yo'q, no'noq. Gapira olmaydi. Uyat emasmi? Madaniyat xodimi orator bo'lishi shart. Men shunaqa tushunaman. Yana bilmadim. Biz gapirsak kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin eshitadi. O'sha negativ yozganlar bor-ku, minutlarigacha yozib ketganlari bor-da, men minutini eshitinglar dedi. Demak kuzatadi. Bizning yutug'imiz shunda.